ويقول يجزينا إقامة المقيمين حولنا وفعله أفضل. لكي أذان طلاب تكبير طلاب نغساء أفضل لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار. çünkü bu namaz münasebet, namazın aldığı eğitildiğin zikirdek. Bu namazın kendi zikirini tesbih etişine özel boğandak. Bu mu namazın aldığı okulduğun ezkarlı olan iken deyiş yakşı. Onun için azanda aşında faziletli bağ. Şeytanın kolu tutduğun, guvalık verdiğin alaylık bağ. قال يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. ختم الصلاة خير من النوم da arttıkça sözünü kılıvıtıdır dedi. Bamdatның ağzında lan. Başka namazdan gidemez. لما روي أن بلالا أتى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الفجر وهو راقد. Resulullah aytқан çağda bamdatның namazını okuyumuz hazır deb uqtirib qo'yish uchun kelgan vaqtida as-salatu khayrun minan nawm degan. Faqala as-salatu khayrun minan nawm, as-salatu khayrun minan nawm. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma ahsana hada ij'alhu fi adhanik. Bu acib ubdan gapken ağzınında muşunu qetvagan biladigan mush ağzında demoqchi. Bu anda odatda bunda Rasulullah sallallahu alayhi vasallam 2 rakat Bagdadning sunnatini o'qib, bunda yana yetib bizam saqlab turibdi-ku. Shu chaqda kelgan bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsa, deb as-salat khayrun minan nawm degan. Bu biramda unda tanbih berish iborat. Lekin Rasululloh yarab qilib, namozni shuni qilibdinglar degan. Demak, qo'qos azon bo'ladi yoki qay qilish kerak? Rasululloh buni qilib qilgan ekan, bundan azonda shuni qatmaslar, sunnat qilib qilganlar. Rasulullah hazır müşe azanı qatılınlar deyişiler ne buldu? Sünnet ol buyurdu hem Resulullah'ın muazzini Bilal radıyallahu anh'ı aşın davamlı qatiplaydigan buldu kinçe. Davamlı sünnet qilib qilgan buldu. Qilib qilgan bo'lsa mesela Meylemdi o azan meyli hesap buldu. Mava artıkça bir sözümdü. Lekin muşunu qatip deyiş sünnet. Sünnet namazda azan çıkışın ruhu qasıdan bulmaydı. وتوارثت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanını tatip İslam ümmeti muşunu ilgirik iladın muşunu ügünüp kelgen. Bu muallifin zamanı kadar muşunda adır bizim bugün günümüzki kadar muşunda. ولا تثويب في غير أذان الفجر. Tethvib degan ya sevb degan so'zdan kelgan. Unda ahvolda bir narsani uqtirish uchun kiyimni ya bayroqdagi bunda tulontimizga uqtirish degan ma'noda yoki saba yasub degan uni qaytish degan ma'noda. Bu masalan bir qatim azon to'ldiq, bir uqtiratdikmi? Ikkinchi qatimda 5-10 minut o'tgandan keyin demasdan uxlaydigan bo'lg'achqa yana kelib namoz qilinglar degandek bunda bir so'z bilan uqtirib qo'yish. Qayta uqtirish degan ma'no kelgan. Unda hadisda Bamdatda as-salat khayrun minan nawm deb ash iborat barla o'qitdi-ku. Boshqa namozda namoz oy ballar qilinglar degandek yoki namoz taqsir deb to'lab qo'ygandek bunda bir iboralardan qayta uqtirish demakchi. namaz kılış kişinin rahmet etmesi, salat etmesi.
Şu tatbik şu. Yani bazen sapros deb to'litib Allohu akbar Allohu akbar de. Kaşun bir xil tatbik amdi. ولا تثويب في غير أذان الفجر لقول بلال. أنا هني في مذهبته bamdatning azini başlamazlarda unda qaytayan bir alay uqtirish yo'q. Nima uchunsa Bilal degan edi. Qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya Bilal thawwib fil fajr va la tuthawwib fi ghayriha. Bamdatga qayta uqtirgan degan undan boshqa qayta uqtirmagan degan edi. Bu hadis acizmikan? Bu hadis aciz. Lekin Hamishka Bayhaqining rivoyati anda sahih. Aslida وفي الباب من حديث أنس بن مالك قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم قال البيهقي إسناده صحيح. Şuna cevap çıkartmam mı bu? Peki unutun mu yani bir sahih var? Abu Davud arkadaş Abu Mahdura radıyallahu anh'ın hadisinde bunu Şeyh Albani sahih diyen قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر بمدتم إن داديسا dedim. Endi bamdatda unda deysa degan ekan bu azan ibodatning turishi bo'lgan ekan bu bir ibodat bo'lgan ekan shu Rasululloh ko'rsatgan joyda besh bilan kifoya emas. Bundan boshqa qiyos qilib boshqa namozlarga deydigan bo'lsak nima bo'ldi? Bidat bo'lib qolishi mumkin. Farz o'qilgan qanda nes farz degan. Farz kifoya deydiganlar bor. Lekin sunnat degan doirada. Farzga chetib kelsa, u namozning ichiga hamma narsa farz bo'lib ketadi. Namozning ichiga zikrlardan hammasi. Lekin uning ichiga farz bor. Nasıl oldi keyin tasbih etish sunnatda namozdan keyin 30 qatim. Yarımda farz desak, ashun farz bo'lib ketadi. Hamda bamdatdan boshqada as-salat xayrun minan nom deyilmaydi. Dedishnaman. Chunki Rasululloh bamdatda inda degandi-da. Ondan yani bir hadisda mesela men ahdatha fi emrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun deganim bor. Boshqa to'rt namozda unda deyishni Rasululloh qo'ymagan. Biz paydo qilsa qo'ymaydi demoqchi. Yana uningga chetlab Ibn Umar va Ali radhiyallohu anhular bamdatdan boshqa namozda as-salat xayrun minan nom degandek shunda har xil iboralar bilan tasrif qilgan bir muazzinni chiqarib tanlamasdan debdi. Mashabının sizlerden kelgandir. Van Abi Yusuf la ba'sa bizalika lil umara emirla şahar başlığı, vali, halife çoğun kişi olup kalsa onun katipleri, hizmetçileri onun onda bildirip koysa buldu deydi. Ne için? O çoğun mensepli kişiler mühim işler olan ya uruş mesela devletler münasebet ya ki cik adamın kan tükülüşü münasebet kişilerle aldıraş bir meşgul bulup kılış mümkün. Nanki yani kayıtta taksir namaz vakti olup bağıntıdır mesela. Yani bir uktur koysa meyle. As-salat ya emir al-mu'minin digendek. لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة. Xalife olan çağda namazın vaktini uqtirib qo'ydigan bir kishini o'rlashtirgan. Qila va kadalika al-qadi wal-mufti va kullu man yashtaghilu bi umuri al-muslimin. Qazoxonim, mufti va musulmonlar jamoatining ishlarini qiladigan ajunda xizmatlarda ishlaydigan xodimlar hammasi ana birasi shuni uqtirib qo'ysa bo'ldi. Deyilibdi. Va qila fi zamanina yuthawwibu في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. Bu maktan yazgan çağdımı burrak çağlar. İbadet bu işlerde sus görüler. Boşanlık görülgen evvel boğaçka. Başka namazlarda mı aslında kayıt bir tenbih bir koysak buldu. Diğerli bakın. Tevani diyen de boşanlık, susluk. Ve tesvibim. Tesvib diyen bir ibaret. Anda tarif kılıyorum. زيادة الإعلان بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة. Her bir diyarının ahalisi üzeri aşında bilişip kıldığında uğurlaştıp koyan bir ibar olup kalsa mesela biz separat sözü okumasın. Şunu okşaş. Anda biraz sözü olsa şu sözlerle de namazın vakti mesela bırak kaldı namazga manlı diyen tarikada uxtusu buludu demekçi. قال ويرتل الأذان ويحضر الإقامة. أذان ترتل درجته أقيده
bakmi uzun so'zib o'tmay yoki lafzini o'zgartirib o'tmay u ham bilan to'lg'imay mig'izdek chiqarib o'qiydi. Va yahdurul iqama, lekin takbir tushgan chaqda tez kach tushirdi. Bizalika amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilalan. Rasululloh Bilalni shunda buyurgan debdi. Ajizma Albani Hasan deydi. Seydmaydi. Albani Şu Hasan deydi Albani desa, Seyd degan bunda tajovuzin debdi. Lekin hamda Hazrat Umarninki Baytul Maqdisga borgan chaqda Baytul Maqdisning muazzini Abu Zubayr degan kishi azan to'lgan chaqda Hazrat Umar shunga shunda debdi ekan. İza azanta fatarassal. Azan to'lsang salmoq, uzun tutilib, bunda to'lg'in. Fatarassal yani tamahhal degan ma'noda. So'zni dani ayirib, va iza aqamta fahdar. Hadr deganmi maqarimli bo'ldi. Qiroatning bir darajasi. Tezroq. Fahdar yani bu talaffuz qilish tez talaffuz qilgan, lekin bu ikki so'zni biriktirib o'tmay, dan qilib, lekin tez Allahu akbar, eşhedü en la ilahe illallah der bunda. Lekin azan to'lganda Allahu akbar dedi qo'ysa. Lekin bunimi ortiqcha so'zab, ma'ni o'zgarib ketgan, ahang o'chirgan. Esa Saudiya Arabistonda aramning mazahning qanday to'laydi? Deb to'laydi. Bu aqalli o'sa makruh, bo'lmasa bidat bo'ldi. Telhin الأذان. Mesela 5 söz varsa Allahu Ekber diyen Allahu Ekber diyordu. Ekber diyen Allahu Ekber bilen manası hoşumaydı. Ekber. Daha manası özgürlük. O ha'nın manası yok yani. Artık da ha dedi o. Mesela hazır azan ansana Mescid-i Musa'na yani şirketin sözü kanaat kılmayı yana bu anda şimdi bidat tarih sirp kaldığın to'lash. Yani munglu kılımızda kıygaş. Müşahitçi olsun. Allahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويستقبل بهما القبلة. بهما يعني بالأذان والإقامة. Azan to'lab takbir tushgan chaqda har ikkilisida qiblaga yuzlanadi. Li hadithin nazil min as-sama. Ash Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning hadisidagi farishta tushib bayon qilib bergan qoidaga asosan fa innahu istaqbala bihima al-qibla. Shu hadisda farishta Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuga menda desam yaxshi deb o'rgatgan chaqda qiblaga yuzlanib turib o'rgatgan bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu'nki şu Abu Davud'daki rivayetinde başka rivayet qarasanglar bu istiqbala bihal qibla degan yo'q. Daha qarab maslama kitobda akaga rivayet yo'q-ku. Bu nadi kelgan bo'yda sana uning oqida yana bir rivayet kelib va shu rivayetda fastaqbalal qibla dedi. Mushuning asosan nimachi? Yana Imom Ibn al-Munzir ko'pincha shu ijmoni naql qilgan olim shu. İcma deb kitib bor. أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. مش نلغى إجماع كأجان أذان تولغان شغدا قبل يزنش كإجماع كأجان استمر متريد. نوان كم مسألة الأولى. قبل يزلم ما أذان طلب قاسو مكروه تنزيها. لكن أنا أذان ما ليس بقول ده.
Qala ve yec'alu isba'ayhi fi udunayhi. İşte barmağına ya barmağının uçunu deymiz endi. Barmağının nima qilib ekan ama barmağının uçunu demek için şart. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Barmağının uçu demek. Anamilahum demek için. İşte barmağını iki kuluqqa qiladi bunda. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا وقال إنه أندى لصوتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالغا شندق buyurgan ve aşında kıysan avazın teximiz yukarı çıkıdı diyen. Enda diyenine erfa yani ejher diyen man dedik. Ötken bir çıktı o. Enda minke savtan. Yani bu rivayet seymi aciz mi? Aciz. Daif. Muş lafzılan. Daif senge bazı barmakni kulakka o'qish siyaqtada kelgan mush lafzlan kelgan aciz deganga innahu anda li savtika mush lafzi kelgan mush rivoyat aciz datidir. Lekin barmoqni quloqqa tiqib turib o'qish to'g'riliq sayyiz bor. Biz dastlab dedikku birimiga bir aciz kelganlik buning dalili aciz deganligini bilmaydi, uning o'rniga sayyiz bo'lishi mumkindir. Lekin hadisshunoslarda ma'lum bir lafz bilan kelgan ma'lum bir sanad bilan kelganni aciz desa shu mazmunda dal shu matluqqa dalolat qilgan say boshqa hadis bo'lishi mumkin. Zamankim yadinsa aciz dedi. Endi biz qarab baqaylik. Biraylan chiqib unda majnaqning bir barmoqlarini unda qo'yib to'lsa bo'lmaydi. Bu aciz hadis yoki bu bid'at deyishi mumkin. Shunama qarab baqsa bu hadis aciz chiqdi. Yana bir o'qdaroq tekshirsak barmoqni quloq qo'yib turib azan to'lash haqida sayyidis kelgan. An Abi Juhayfa radhiyallohu anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa yutbi'u fahu ha huna wa ha huna. Yutbi'u fahu ha huna wa ha huna degan og'izni bu yoqqa qilib azan to'ldi deng. Hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah. Wa isba'ahu fi udunayhi. İşte barmağı kuluk ditte dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kubbetin hamra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıpkızıl bir çedir tuğan alette. Urahu qala min adam. Ravi dedi aşı Ebu Juhayfa diyen sahabe kubbetin hamra min adam dedi o deymadı. Yani qanda nimeden yasalgan çedirte dese kızıl tire. Fakaraca Bilalun beyne yedeyhi anze. Şuna azan to'lab bo'lgan ekan Bilal radhiyallohu anhu Rasulullahning oldida minib chiqdi. Bir tal kalta nayzini ko'tarib chiqdi. Farakazaha shuna uni yaga sanjib qo'ydi. Bil batha degan Makkaning sayliqi. Va salla ilayha ashu kalta nayzni qarab turib namoz o'qidi. Bu Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Mana Hazreti Bilal Resulullah'ın huzurida işte barmağını kulağına tutup azan to'g'riliq chiqdi. Sahih Buxoriyda va yuzkaru an Bilalin annahu ja'ala isba'ayhi fi udunayhi deb kelgan. Lekin Buxoriyda kelgan rivoyat ajizlashtirish siyg'asi bilan kelgan. Va yuzkaru degan, Buxoriyda kelgan bo'lsa-mu ja'a bi siyg'ati tamrid deymiz. Boshqa sahihlikga. Mesela Tirmizi rivayetinde Abu Juhayfa'nın hadisini sahih dedi. Hadisshunoslar. Buxoriy aciz deb qarab ekan. Unda olgan barmoqni quloqqa tiqib turib azan to'lashning sahih dalili bo'ldi. Buningdan boshqa unda salaf solihlardan, sahaba, tabiinlardan ashunda azan to'lganlik haqida rivoyat kelgan. Wa yuhawwilu wajhahu bis-salati wal-falahi yaminan wa shimala. Yüzüne hayalal salah, hayalal falah degan cümleni o'qigan chaqda yüzünü o'ngga va so'lga buraydi dedi. O'ng so'lga qarab turib deydi dedi. Va qadamahu makanahuma. Lekin putini medilatma jim turib yüzüni bu yoqqa burab qaraydi dedi. Hakaza nuqila min fi'li Bilal radhiyallohu anhu. Hazreti Bilalning shunday qilganligi naql qilingan. Biz bayatını okuduk o.
ويتبع فاه ها هنا وها هنا dedi. Yani şu Ebi Cuhayfe radıyallahu anh'ın hadisinde Sahih Bukhari'de geldiğine an Ebi Cuhayfe radıyallahu anhu ennehu ra'a Bilalan yu'ezzinu fece'altu etetebba'u fahu ha huna ve ha huna bil ezani. Sahih Bukhari. Bukhari'de geldiğine Ebu Cuhayfe radıyallahu anhu Hazreti Bilal'ın azın toluğunu görgen. Aşbayetin Tirmizi rivayetini biz dedik o. Şu hadis şu. Lekin Bukhari kısaltıp rivayet kıldı. Bunda Bilal'ın azan toluğunu görgenden o uyak bir yakka burulup durup azan to'lig'ini bunda qarab ko'z tutdim. Yani Sahih Müslim'de feca'altu atattabba'u fahu ha huna ve ha huna yeminen ve şimalen. Ama Sahih Müslim'de yeminen ve şimalen diyen söz artık geldi. Yaqulu hayya alas salah hayya alal falah. Nima degan chaqda uyak bu yoq qaraydiganmi Sahih Müslim'ga desa aniq deb qo'ydi. Hayya alas salah hayya alal falahda burilib qaraydiganligini Sahih Müslim bayon qilib bergan bo'ldi. Şirketimde ama şirketimden hayalı salah hayalı falah bir hayalı salah onga ikinci hayalı salah solga ayrım kılamdı ya ki hayalı salah işkiliste onga hayalı falahın işkiliste solga burlandı. Her şirketimde on sol qaraydı demekçi. Köpçülük alimler hayalı salah diyen işkili kıtımda on qarab hayalal falah degan chaqishkiga qattiq usul qaraydi dedi. Hazreti Bilalning qilg'ini shu dalil. Va li annahu khitabun lin-nasi fayuwajihuhum bihi. Yani bir dalil endi bu kishilarga qilingan xitob. Namoz o'qinglar, nijot qilinglar degan xitob bo'lg'achqa shu kishilarga yuzlanib turib deydi. Va ma'ada zalika takbirun va tahlil. Uningdan boshqasi ya takbir oldu ya tahlil buldu. Yani tahlil kelimatu la ilahe illallah. Bu anda mikrofonsiz azan to'lg'an ahvolda bizning jutdi kerak. Bizning jutdi mikrofonsiz to'laymiz go. Ko'pincha yaldi. Lekin mikrofon bilan to'lab qolsaqchi, bu yerda kishilarga qaraydigan shu. Hatta mikrofonni to'lg'anlar munavvat chiqib o'ziga chiqib to'lmaydi. Buningda ham har xil ijtihod qilinishi mumkin. Miyada duqqa bir sabab ko'rsatdik. Xalq o'zidan bo'g'achqa, xalqqa xitob qilgan bo'g'achqa shunda qarash lozimdir. Bu yerda xitob qilgan odam yo'q. Oldida hech kim yo'q. Masjidning ishchidan qilib o'ziga chiqmaydi. Lekin u yoq bu yoq qaramaydi. U yoq bu yoq qarasa balki ovoz bo'shab ketishi mumkin, mikrofonni jaraqlab ketib deyishi mumkin. Yana bir aylan deyishi mumkin, bu bir ibodat. Xalqlarga xitob qilish bo'lsin, lekin ibodat mazmuni bor bunda. Bir tarafı bu ibadetlik. Ondan keyin şu bu iş kılınmaz. Ama ibadet mazmunu var desek Allah Teala aşında uzun müddet hem şerait hem vaziyet bütün zamanını közlep durup aşında o'rlashtirayotgan. Mikrofon bo'lsin, bo'lmasin, adam bo'lsin, bo'lmasin, cho'l bayavan bo'lsin, o'ng so'l bunda qarashni bunda o'rlashtirayotgan deyishim. Nima uchun deganda mikrofonda o'ng so'l qaramay 100 yil, 200 yil zaman taraqqiy qilib ketavergan ekan. Aslında adamın mansakken bir çağda taraqqiyotni bir chekin sho'lab dunyo vayron bo'lib, o chaqda onsal burilishni unutib qolib, keyin shu oldi qalablam azon to'ladigan ish bo'lib qolishi mumkin. Shuna mikrofon bo'lgan taqdirdami onsal qarab azon to'lash shu sallamda ig'ir vasida. Bo'lsa mikrofon bo'lsa qo'ldan quloq Çünkü anında obdan to'lay oladi. Quloq tiqqan taqdirda qattiq to'lay olishi mumkin. Va qarimni qattiq kuchab qira'at desa bo'ldi-ku. Buni tajriba qilib baqilib bo'lishi mumkin. Ya o to'g'ri emas. Azon to'lash lozim. Nima uchun? Azon to'lashning o'zi bir ibodat. Ibodatning uqtirishi. Azon o'qishning o'zi bir savoblik ish, fazilatli ish. Masalan, muazzinning fazilati va shunama muazzinning alohida fazilati ta'kidlangan. Bundan boshqa azon o'qisa jin, shayton va kazalik qochadi. Shayton usurg'in chiqadi. Shuni jin chaplashib olgan yoki endi bir ahvol ko'rilgan kishiga azon to'lsa foydali bo'lishi mumkin. Yana azon to'lgan kishiga azonni anglagan insi jin va ki qanday narsa anglasin, ushar qushlar boshqani anglasin, hammasi qiyomat kuni guvohlik qilgan. Bu kishining o'shunda azon to'lganini, kalimat shahodatni,
La ilahe illallah'ni bunda deb to'lab namozga chaqirganligini men anglagan deb qiyomatda go'l. Lekin buni unalg'udan emas, to'lab. Namoz to'ldi degan gap musulmonlar jamoati namoz o'qiydigan haq bor deganligini bildirgo. Lekin biraydan chiqib to'lsa nima? Jamoat olsun yerdan chiqib azanni shu takbirim to'lab azan to'lgan kishi takbir tushirdi. Men azana fa huwa yuqim deydi. Jamoat ko'p bo'lsin masjidda. İmam bo'lib qolmadi, odatda muazzin ayrim, imom ayrim bo'ldi. Lekin muazzina xonim shu jamoatning ichidagi eng bilimli kishi bo'lsa, eng bilimli bo'lmay yoki eng yaxshi qiroat qildigani bo'lsa, shu imom bo'lsa bo'ldi. Qala va yajlisu bayna al-adhan va al-iqamati illa fi al-maghrib. Azan bilan takbirning oralig'ida o'tirdi deydi. O'tirdi ya namoz o'qish mumkin. Nafl namoz yoki sunnal qabliya emas. Lekin araliq bor demakchi. O'tirib yoki vaqt o'tkazib bo'ldi demakchi. Illa fil mag'rib. Faqatlam Shamda o'tmaydi. Nima uchun? Hanifi mazhabda azan to'laymiz, aqdillam azanning duosini qilib o'tibdan takbir tushirgan. Va qala degandikan, ma'u biz yuqorida bayon qilganimiz imomning qarashi ekan. Sohiban nimada yajlisu fil maghribi jalsatan khafifa. Shamda jindek o'tiribdi, kichikgina o'tiribdi. Li'anna al-fasla baynahuma sunnatun fi sa'ir as-salawat. Chunki boshqa 4 namozda sa'irgan shu. Shamdan boshqa namozlarda ikkisini o'tirganda bir ayirib o'tish, azroq o'tirish bilan bo'lsin ayirib o'tish bu sunnat. إلا أنه يكتفى في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. لكن شام كأجن شغلان أزرق أتردو ديميمس ينجل أتردو ديمس نمشانسا كشكتو مسكشن تحرزا عن التأخير كشكترشتن ساقلنش üçün bu صاحبنا دليل. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحب المبادرة. Biyada Şam'da mustahab bo'lgani namozni gachida o'qish. Namoz o'qish qoldirash. Va fil jalsati at-ta'khir. O'tirishda kechiktirish bo'lib qoladi. Wal faslu yahsulu bis-sukuti baynahuma miqdara 3 oyat. Azan bilan takbirning oraliqini bunda bir narsalar ayirish kerak deb qolsak, 3 oyat miqdori vaqt o'tkazsak ham ayirgan bo'lamiz deydi. وهو رواية الحسن عنه مش قراش موين 3 آيات مقدارı vaqt o'tkazimiz qism o'tirdi. Endi fasil qilamiz degan qarash Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i imomdan rivoyat qilgan qarashgan. Va kadalika yahsulu bi ikhtilaf al-mawqif va an-naghma. Yana o'rinning ya joyning o'xshamaslik bilanmi, ahangning o'xshamaslik bilanmi azan bilan takbirning oralig'i ayrilgan bo'ldi. Masalan mavqif degani mazdaxunim o'ziga chiqib yo munofiq chiqib azan to'ldi. Endi tushib jamoat bor mehrobga yaqinroq kelgan chaqda takbir to'lsa ikkisi o'tirdi fasl bo'lgan bo'ldi. Ya'ni azanni azanga loyiq ahanglan o'qiydi, takbirga loyiq gach tez o'qiydi. Lekin ma'vo azan endi ma'vo takbir ekan deb ayray olamiz dedi. قال ويكره التلحين في الأذان. تلحين degan ahangı silish, ma'nosini o'zgartiradigan shaklda harflarni o'zgartirish. Masalan, ajamlar arabcha gap qilsak ba'zi lahn qilamiz. Shunga shu Iroq, Iron, Sham taraf nurg'un xalq musulmon bo'lib islomga kirib Qur'onni o'rganib qilgan chaqda Qur'onni bu ajamlar g'alat o'qilgan chaqda, chunki uni shikayat nimalar yo'qdi-ku. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi chikit qo'ydigan Qur'onni yoki zizilar qo'ydigan xato o'qib qoldi ekanda. Shu lahnamdir. Azanni ahang chiqarib, so'zab, ma'ni o'zgartiradigan shaklda o'qish bid'at. Mushunga asosan Masjid Haramning aznog'i bid'at. Garchi bu Saudiya Arabistonda bo'lsin. Bir qilib pan. Buningga hammani tashlaymiz. Seninkini tashlaymiz, meninkini tashlaymiz. O'lcham tushmagandan yo'nab kesib ham chiqarib turgan gap.
Devam eken bu nerede bo'lsin? Bidat bo'lib qolsa bidat bo'ladi. Şu hayal salat ayda okuydu bu. Şu Elbi mezhebinin çıkarışı böylece bid'at oldu. Bunda sözaş. Ne için ise bu ma'nun hayal salat dediğinde ha dese bunun manası yok Arapçada. Bazıda ne üzgerek verdi. Mesela Allahu Ekber desek buldu. Allahu Ekber deb to'lsa Ekber degan Arabchada to'g'ri chiqmaydi. Ma'ni o'zgarib ketadi. So'zlab o'qishni hozir biz bidatimiz yo'q. Ma'ni o'zgartirilgan shaklda so'zlashni bidat dedik. Oyat dedigo va yurattil azan deb. Azan tartil qilib o'qiydi. Tartil qilib o'qish degan unda ha deyish emas. Tartil degan so'zni uzib dan chiqarib bir-biriga kirishtirib o'tmay harfini uyan bilan to'lg'ib o'tmay bunda o'qishni iborat. Tartil shu. Azanni tartilla o'qiymiz. Undan keyin bu tartil o'qsa shunga muvaffaq dedi Hanafiy mazhab. Lekin talhin qilib qolsa, ma'ni o'zgarib ketgan shaklda harfni burmlab qolsa, o'zgartirib etsa, ashunda darajada ohangga silib etsa, bu bid'at. Bu bid'at degan qarash ko'pchilik olimlarning qarshi. So'darimizdagi Hanbali mazhabi bid'at deydi. Bid'at demaydi Allah, makruh deydi. Umar ibn Abdulaziz debdikan: "Azzin azanan samhan va illa fa'tazilna." Umar ibn Abdulaziz xamisul xulafa deb qaraldi. Mazna qulumga yasamay tuz to'la azamni. Bo'lmasa manchkat, mahzman tashlardi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Bidat deyishda nima uchun bidat deydi desanglar, chunki azan degan bir ibodat. Azan degan bir ibodat. Ibodat degan buyurilgan shaklda bo'lishi lozim. Qur'oni Karimda tag'anni qilish yoqtirilgan bir ish. Bu tag'anni degan masalan g'unni chiqardi, chiroyli ovozda o'qishga tirishdi, mushlarni tag'anni, mallama tag'anna bil Qur'on falaysa minna. Shu to'g'ri ma'nosi shu onda. Lekin azanda tag'anni qilib o'qi degan bir buyruq keldimi? Kelmadi. Uningga qatib sahoba ikramlardan shunda talhin qilgan maznahning qarta qattiq pozitsiyaga kelgan. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu birisiga debdikan: "Inni la ubghiduka fillah." Men seni Alloh uchun yomon ko'raman. Men sana o'ch debdikan. Oy nimish qilsin bu kishiga o'ch. Alloh uchun deb bu bir eg'ir gap bu deb so'ralgan chaqda innahu yataghanna fi adanihi. Anda g'inshi, banda o'qiydi. Yana shaqqaladi azonga. Bundan ekan shunda azon to'lashni mush nazariya bo'yicha, endi xalqlar hozir uni bidat desa ko'tarmay qilishi mumkin. Shunda olsam bu bidat. Wa idza qala hayya 'alas salah qama al-imam wal jama'a. Maznaqnom hayya 'alas salah deyishi bilan, ya'ni takbir tushganda demakchi. Takbir tushgan chaqda hayya 'alas salah degan chaqda jamoat o'rnidan turdi. İmmahunum şehir olab qalsa, cemaat bilan o'tirgan bo'lsa, immahunum o'rnidan turdi. İcabatan lid-du'a, chaqiriqqa lavay degan jihatdan. Jamoat qachon o'rnidan turdi degan masalada ulamolar xil ishlatib qolgan. Bunun bir aniq bir nas yo'q. Rasululloh hadisda la taqumu hatta tarawni dendek rivoyat kelgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'jirishda turibdi, shunami? Ondan chiqqan chaqda Bilal radhiyallohu anhu takbir tushirdi. Uningdan burun qo'pib olsa, shu o'rtirib saqlab unda turishi mumkin bo'lmaydi. Lekin biz qachon turmaymiz desa, ba'zi qadqomat salat deganda turmiz deydi, ba'zi takbir tushirishga Allohu akbar degan chaqda turmiz deydi, har xil deb qo'ydi. Lekin bu odamda hayyalas salat degan bir chaqiriq olgan ekan, shuni lavay ham ma'qulona turdim deyish shakllanish uchun shu chaqda o'rnidan turdi deb. فإذا قال قد قامت الصلاة كبروا. قد قامت الصلاة degan chaqda imom va jamoat takbir tushirdi. Quloqqa qildi namozga. Mazna qilib ayrilib qoldi hozir. Mazna qilib ayrilib qoldi.
Mazlaqını onda ayığını o'qitishlar mashg'ul bo'lib turdi, uning qadar jamoatimiz quloq turib qoldi. Tasdiq Alloh va mazlaqnim namoz boshlanib ketdi degandek bir so'zni qilgan ekan. Qad qomat salat degan qad masalan tahqiq shunama namoz boshlanib ketdi, namozga turib qoldik degan ma'noda unda degan ekan. Biz uni yolg'oncha qilib chiqarmaslik uchun qad qomat salat Alloh akbar deb tursak, ma'noga gapi rasmda. Bu Hanifi mazhabida bir tahlilim. Bu misal takbir tushib bo'lgandan keyin imom bunda qarab satni ruslab meyatirama bosh yavakin chiqing oldiga bunda retkisilab tayyorlab undan keyin andan Allohu akbar deyishim. Bu misalda istihsanatan. Nima uchun hamda uning so'zini tasdiqlab ashuna qadqon salat degan chaqlam quloqqa qilmaysa id huwa aminush shar'. Chunki mazlaqni degan shariat ahkamlarga amin bo'lgan kishi. Biz namozdan iborat bo'lgan muhim ibodatni vaqtini belgilash, jakolash kishini ashuni topshirdik-ku. Chunki u anda agar sal nima qilsa namozni uyumagan qilishi mumkin. Biz ashuni ishini nima qilgan ekan, ash kishining so'zini rast chiqarishga tirishimiz lozim demak. Wa an Abi Yusuf rahimahullah la yukabbiru hatta yafruga liyudrika takbiratal ihram. Abu Yusuf tapto maznaqning takbirini to'liq tushirib bo'lgandan keyin ondan quloqqa qo'ydi. Ashumi tang yetishirish uchun. Bo'lmasa u yetishmay qolib qoladi. Wa idza kana al-imam g'oiban. Bayatın imom jamoatlarida billah bo'lgan taqdirda, billah o'tgan taqdirda dedi. Yani imom yo'q ekan. Yani şu sorunda cemaat o'tgan sorunda yo'q. Ev huvel muezzinu. Ya ki imamın aş maznaqning o'zi ekan. Hem azan to'laydigan, hem takbir tushirdigan, hem namoz o'qirdigan imom ekan. Bunda bo'lgan ahvolda la yaqumuna hatta yahdur. Ashu imom kelganga qadar o'rnidan turmaydi. Chunki imom kirishdan burun o'rnini tursa bika saqlab turgan gap. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la taqumu hatta tarawni qumtu maqami. Ben kilem müşcayimde tuğunumda kömügiçe sizler ormanlardan tumanlar. Ve li'ennehu la faidete fil qiyam. Örtüsanın paydası. Ve yu'eddinu lil faideti ve yuqim. Vakti ötep ketken namazlağımı azan tolaydı, tekbir düşürdü. Hakeza feala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine fatethu salatus subhi leyletet ta'ris. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiramlar bilan bamdat namazini vaqtida o'qiyanmay, vaqti chiqib qolgandan keyin o'qigan bir kechasi. Shu kechini Laylatul Ta'ris deymiz. Aruzdan chiqaman. Men burun anda tushungan dastlab shu to'y qilgan ketsam o'qib namoz vaqti chiqayotgan o'xshaydi ekan deb o'ylagan. Lekin bu Ta'ris degan safar qilib kechida yo'l yurib, yerim kechida o'tib ketgan chog'da erib to'xtaganni ko'rsatadi. Kecha yo'l yurgan chog'da demakchi. Kechida yo'l yurib, noat erib ketib bir yerga tushgan. Tushgan chog'da bunda saqlab o'tasa qo'yamizga uxlab qolamizmi-ki degan chog'da Hazrati Bilal mana o'g'itma xotirjam uxlanglar degan. Keyin ma'qul deb uxlagan. Sondan keyin kun tushib, kunning qiziq aptipi tushib shu aptopda o'g'inib ketgan ular. Hazrat Umar o'g'andi, bir-birlab o'g'andi. O'g'angandan keyin de Hazrat Bilalni chaqirib, "Voy Bilal, oqshom menda mayda qolmaganmi? Men o'g'itmanda." "Ya Rasululloh, to'yma uxlab ketib qolibman." Ular "Ya dinazir, ayang o'tkilinglar" deb tushgan saydin atrofga yo'tkilib, ondan azan to'lab, takbir tushirib, bamdatni o'qigan. Bamdatning albatta ikki rekat sunnatini o'qigan. Bu safar olti etdimi? Endi shu o'rin xuddi hamda bir shayton bo'lni bashal tugun nima qiladi chigitdi. Yaqidu ash-shayton ala qafiyati ahadikum salatu uqad degandek. Ya'ni o'zim uxla degandek, shunda bir xil hamda shaytonningki uxlatib o'tish
o'rnidek bo'lib bu joy shaytonning makoni o'xshaydi degandek qarab u yerni atrofga o'tib boshqa yerga o'tkazgan. Shu ehtimolligi bor. Bamdatning shirkat sunnatini, shirkat farzini o'qigan. Laylatat Taris. Bu davomli bundaki Laylatat Taris mesela. Zul Yadayn, hadisin nazil minas sama, hadisil musii salatahu. Yani aslında atoladı bu. Fuqahalar ya ki hadis şunaslar. Ermin çoğlar qaz şunaslar. Beşiktaş'ın bir vaqt o'qitib o'qigan odamlar çoğlar soat ko'p qazdan aqlib ketib. Aqlab o'qitib ko'p qaz azan bir to'latdan tekrar bir to'latib azan bir to'latib har bir tekrar aytdim. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam Ahzab g'azotida 4 namozni bir o'qigan. Makka fathi bo'lgan chog'da shunda. Shu chog'da azanni bir to'lg'an bo'lishi mumkin. Aslında aqaqdan o'qigan taqdirda qazo qilib bir azan kifoya bo'lishi mumkin. Çünkü şu cemaat şu emasmi? Lekin bir azan bo'lsin, bir azan o'qiydi. Faqat azan o'qimaydi. Masalan, ma Arafat Muzdalifada bir azan to'laydi. Takbirni chiqarib tushirdi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفعل قبل الصلاة namozdan ilgari qilish kerak bo'lgan ishlar va yasittu faraid namozdan ilgari qiladigan ishlar 6 farzdan iborat. Farzlarni sanasak muhim ishlardan 6si bor. Taharatul badani minan najasatayn badanning ikki turlik najosatdan pok bo'lishi. Najosatayn ya'ni al haqiqiyya val ma'naviyya. Hukmiyya yoki haqiqiyya. Masalan hukmiyani biz badanda hech qanday maynachilik bo'lmasa-mu, junub bo'lib qolgan bo'lsa, junub bo'lmasa-mu, tarat olmagan bo'lsa, hukmiy bo'ldi, shunami? Endi badanda yuqib qolgan bir maynachilik bo'lsa, najos haqiqiy bo'ldi. Va taharatus thawb va kiyimning pokizligi, kiyimi pokiz bo'lish kerak. Va taharatul makan, o'rinmi pokiz bo'lish kerak. Undaqki shu uch narsa olimlarning ijmo bilan namozdan ilgari qilish kerak bo'lgan farzlar. Taharatul al-badan va thawb val makan. Shu uchi. To'rtinchisi va satrul awra. Avratni o'rgash, va istiqbalul qibla, qiblaga yuzlanish va niyat qilish. Ya'ni ko'ngilda niyat qilish demakchi. Amma taharatul badani, endi bir-birlab kelsak, badanning pokizligi bu bir farz. فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. Juydigan joylarni yuvmagicha Alloh taolo bandaning namozini qabul qilmaydi. At-tahur o'shada al-ma al-mutahhir. Tahur tavlan, zivar bilan desak suv degan bo'ldi. Tash bilan tuhur desak tahorat degan ma'no bo'ldi. Hatta yada'a at-tahura mawadi'ahu, yani hatta yaghsila a'da al-wudu demek. Farzna oyatning illa vojib. Yo'q, endi mush farz degan mushina aslini ba'zi ulamolar yoki mazhablarda shart deb qaraydigan taraf bor. Namozning oldin tepilish kerak bo'lgan sharti yoki farzlar deb, yo'da sitta farz shart degan muhimdir. Shart bilan farz deb qolsak buning sal farqi bor. Nima shu degan chog'da shart degan ma yalzamu min adamihi al-adam va la yalzamu min wujudihi wujudun va la adam. Hozir hadisni akilishi xuddi mishada shart demakchidak. Mana taat olmasang namozing qabul bo'lmaydi dedi. Ya'ni taat shart degan ma'no bor. Lekin oyat kelgan buyruq qildi-chu, ju dedi. Al-amru lil-wujub. Farzligini bildirdi, lekin shartligini bildirmaydi. Hozir mana taat akilishda oyatni qo'yib boshqa hadisni qo'yib mushroat, ojiz roatni akilishda shartlik mazmuni bor demakchi balki. Degan tahur yani al-ma'u at-tahir va anzalna minas samai ma'an tahura. Ana musha hadis hozir hatta yada at-tahura mawadi'ahu degan mush hadis. Ajizroq. Mush lafz bilan ajizroq, lekin mazmun-chu sahih. Masalan, Buxoriy rivoyat qilgan sahih bir hadis bor. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما نزوج ششقونه. أمسا نمز قبول ما يدود. ما كتبت أكيدنا أزرايات ونورنغا سيد بخاري ده سيد سبا. يعني سيد مسلم ده لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Bu o'xshash mazmunni ifodalaydi. Tarat bo'lmasa namozni qabul qilmaydi. Va annahu yujibu at-taharata min an-najasati al-hukmiyya. Bu hukmiy najosatdan taratilish kerakligini ko'rsatadi. Masalan, badanda hech qanday najosat yo'q, pokiz, lekin tarat yo'q odam. Tarat olmasa
namaz olmaydı degandan najasal hukmi yoki janobat masalasi g'usl qilishni ko'rsatdi. Undan keyin bu hozir najasal hukmiyadan pokizlanish, ya'ni tahorat ilishning kerakligini ko'rsatdi dedi. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ighsili anki dama ve salli. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, mesela Fatıma bint Abi Hubeyş radıyallahu anha, bula heyz kurab bunu qanda tazlash, heyzdan keyin qanda namoz o'qish to'g'riliq so'gan chog'da heyzdan saqaygandan keyin kiyimingizdagi qon bo'lsa uni yuyinib namoz o'qiganda ko'rsatgan. Bu sayyidis. Hali qonni yuyiting desin, ama qonni yuyiting degan haqiqiy najosat bo'lsa shuni tozalash lozim deganini bildirdi. Bu hadis mana yujibu taharata anin najasatil haqiqiyya. Bundan boshqa yana masalan mazi to'g'riliq so'g'an hadislar ig'sil madakirak dedi. Yana manidin tozalash masalasida Hazrat Aisha nimada kuntu aghsil janabata min thawb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasulullohning kiyimidan janobatning asrini men yutdim. Mani bo'lishi mumkin, maniga o'xshagan narsalar kiyimga yuvib qolgan taqdirda men shunday yuvib tozalaydim dedi. Yana bir rivoyatda izning qanini tozalashda fal tuqrishu thumma litandahu bil ma'i thumma litusalli. Baş tatilab yoki chiqarib turib qolgan bo'lsa, ulab suv bilan yuvib, ondan shu kiyimda namoz o'qisin dedi. Mushularning hammasi haqiqiy najosatni tozalashning vojibligini ko'rsatdi. Yana bir rivoyatda huttihi, thumma qrasihi bil ma'i thumma dahihi dedi. Wa amma taharatu thawbi, yani kiyimning pokiz bo'lishini kelsak, bunun delili yani kiyimni pokizlash mishal farz. Delil nima? Qavluhu ta'ala va thiyabaka fatahhir. Va thiyabaka fatahhir. Bu aslida salaflarning tafsirida qalbingni, ichki dunyoyingni barliq illatlardan tozala degan ma'noda keldi. Va thiyabaka fatahhir. Thiyab degan so'z zahiriy ma'nosi kiyim-kechakni bildirsa, arab tilida yana ichki dunyoyini ko'rsatadi. Nesadet deyimizga uyg'urchadimi? Bu adam bunda shaltiq yo'q adam. Ma'naviy shaltiq yo'q demak. Badandagi shaltiq emas. Boshqa masalan bir xiyonat qilgan, pul-mol yig'gan, o'g'irlik qilgan, chataq qilmagan adam demakchi. Shunga o'xshash va oyatning asli siyaqi qarasanglar, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir va robbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir va ruzza fahjur. Demek aşında şirk, aşında vakıdan taşla. Bizde ichki dunyoni shirk va ashunga o'xshash har xil illatlardan tozalashni ko'rsatdi. Yani bu kinoya an taqsir nafs amma tudammu deymiz. Salafning tafsiri shu. Asosan salaf shunda tafsir qilgan. Keyin unda va thiyab degan zahiriy ma'nosini batida kiyim-kechakka dalil qilib kelgan. Yana bir ehtimolli oyatning va thiyabaka fatahhir degan sen jismingni pak tut degan ma'noda bo'ldi. Ichki dunyo emas, jismingni xuddi masalan sen iffat bo'l degandek. Zina qilmay, jismoniy tarafdan unda gunoh ishni qilmay pokiz bo'l deganni ko'rsatdi. Unda olgan bu uch ehtimollik bor. Ichki dunyo qalbini poklash, jismoniy tarafdan badanni unda bir axloqiy chataq zina unda ishni qilmaslik, bu unda shu birinchi tafsirga yaqin. Uchinchisi o'sha tashqari kelgan kiyim-kechak. Bu anda ojizroq istidlol, haqiqiy ma'nosini gapirish ojiz bu yerda. Hatta masalan ba'zi ulamolar bu kiyim-kechakni pokiz bo'lishini shart deb qaraydi. Shart deb qaragan taqdirda bu oyat shartni ko'rsatmaydi. Kiyim-kechak deb turgan va tiyabaka fatahir tozalashing vojib ya farz dedi. Shunami? Shart degan mazmun chiqmaydi. Ma kitobda farz shart degan qilmada bunga uygun keldi. Bu yerda dalolat ojiz. Chunki salafning ko'pinchisi ma'naviy dunyosini pokizlash deb tafsir qilgan. Bu kinoyalar va thiyabaka fatah. Masalan, fulanun tahirut thawb, pok adam bu. Dasat qilib qilmaydigan, xalqning haqqini yonmaydigan, zina fahish qilmaydigan pokiz adam degan ma'noda keldi. Arab tildimi? Shunda bor. Haqiqiy ma'noda ishlatilgan bo'ldi shuni. Yani bu taharat tavhidni ba'zi ulamolar sunnat deb qaraydi g'aliba. Imom Malik deymiz. O'zi bilib turib nima qilishda hukmi sunnat.
unutib qolgan ahvolda mayli bo'lib ketadi. Bilib turgan ahvolda farz deganda qarasi bor Imom Malikning mazhabidan. Imom Shavkani vojib deb qaraydi. Ba'zi ulamolar shart deb qaraydi. Lekin shartga dalil ojiz bundan. Agar shart deb qolsa qanday bo'ldi? Shart deb qolsa maynet kiyim bilan o'qigan taqdirda namozni qayta o'qishing kerak. Namoz bo'lmadi degan. Agar vojib deb qolsaqchi, sen namoz o'qisam-da gunoh bilan, ya'ni bir vojibni ado qilmay namoz o'qisam, vojibni ado qilmaganlikdan gunohkor bo'lding, namozni o'qiganlik namozing hisob bo'ldi, gunoh bilan namoz saqit bo'ldi deyish mumkin. Imom Malikning sunnatligini shu vaqtida namozni vaqtida o'qidi, namoz vaqti ketmagan taqdirda qayta o'qitsa degan gapni qildi. Namozni vaqti ketib qolsa bo'ldi ketdi. Hamda taharat tavqa hadisdan dalil bor. Mesela ayet hozir dalolat ehtimollik dedi-ku, taharat tavq kiyimni pokizlashning vojibligi, zarurligiga boshqa hadisdan dalillar bor. Mesela Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qishqiga bir kishi bo'lib siyib qo'yibdi, juyatdi-ku. Yani bir hadisda teha imishdan to'xtamagan, imchakda ayirmagan bu vaqtdan qizlarni siyib qo'ysa yuyish lozim. O'g'il bu vaqt siyib qo'ysa, unda üstüne süteke çakvasak buldu diye sorun. Ama şunu delil bulalım.